Milyonlar ichida topganim. Nima qilyapsiz? Ko'zga qaramaysizmi? Nomeringizni bering. Ey, men Qaraqalpoq qiziman. Ko'ringan odamga ne nomerim beradi deb o'ylaysangmi? Bizlarda shaxs ko'rsa Sumiryev yurmay olib qochadi ketadi. Sumiryev yurmaydi. Тоже мне. O'g'illar deydimi? Menga mashq silishgim yoqib qoldi. O'g'irlaymiz. Qamalib ketasan, ey! Kelin tuzdi salqıvoy burung'ini bizning ega birinday burundining ah niyat bilan attag'an bo'sag'asi ag'arib toralagay Voy. Meni ham o'g'irlashsa zo'r bo'lardi-de. Nima bunaqa bosib ketyapsiz, ha? Odam o'g'irlayapmiz-ku. Odam bu kak zaks urf odat bo'lsa kerak, yur. Mana keldik. Nima deysan o'yinga? Tavakka. Tushunsiz-ku? Ching. Mana shu biz uy qani yuring. To'xta, bosma uraman, qani? Sansirama, ha? Mana senga urmo. Yuring ketdik endi. Bizda urf-odat bor. Kelin kirmasa oldin o't chog'i kerak. O't qani? Abbos birorta o'tin olib chiqaymi? Adres bor. Ha? Adres bor. Bizda isiriq olib chiq Abbos. Qo'y ona. Voy. Salom Bu ber. qiz kim bu? Sizga ona kelin o'g'irlab keldik. Voy, kelin ham o'g'irlab keladimi? Kiringlar. Odatlarimiz qayerda qoldi? Suvchilikka borishlar. Voy, sharmanda bo'ldi bu endi. Endi o'g'ilib qamalib ketadimi? Voy, nima degan gap bu? Mahalla kinosidagi odam bo'laman. Voy, onajonim. Men o'zim sizga ichkarida tushuntiraman. Ketdik. Nima qilish kerak endi? O'tu kerak. O'du. Voy, o'zini uyida ketyapti. Voy, boshimga bitgan balo qildim. Endi nima qilamiz? Endi nima? Uydagilarga olib kelim kerak, aytuvim kerak olib qochganimda. Voy, o'g'irlaganim aytamanmi hozir? Ha, unda nima o'g'irlab keldi? Unda borib sovchilik qilib olib kelsam bo'lardi-yu. Voy, nimalar qildi? Aya. Yo'qot. Yo'qotolmayman, o'zi o'g'irlab kelib qo'ydim. Endi keliningiz bo'ladi. Qayerdan bu? Qoraqalpoqdan. Qoraqalpoq kelin? ah niyat bilan attag'an Qani bizning ay qizimiz? Kim o'rladi? Qani shuni yoqqa? Qani bizning ay sen borlagan? Men emas, bu o'g'irlagan. Sen nega o'rlab ketasan? Qani mening ay qizim topib tez. Bo'l tez topib. Mana mashina qizingiz. Kallangni ishlatsang bo'lmaydimi? Qo'shnilarning oldida nima degan odam bo'lamiz? Bitta qizni o'g'irlab kelib, prosta tak yasholmaysan, bir narsasi bor deb o'ylashadi. Gapirasiz, ha? Ha, endi jiyan. Taqiyman buni. Ha, endi jiyan to'yga pulni qatlamoqchi endi. $10,000 yig'ib qo'yganman. Qатын. Ne qilib yursan sen? Ha, aytib ketsang bo'ladi-ku, ikki birday yenging turg'i nega sibirlab qana aytmaysan? Bala men söylesdim-de. Ikkingiz kelishib oldingizmi? Onda baxtli bo'l. Ha, bular kelishibdi ikkovi. Ya endi qalin buni söylesek, yur. Bayliq to'la dalasi. Qarab o'tiringlar. Ikki jasimiz bir-birini ma'qul kepti, kelishibdi. Bizlar ham bizlarga de ma'qul. Endi biz qalin pulni kelishib olaylik sizlar bilan. Qizimizni o'qitib qo'yganmiz, o'g'an $3,000. Qizimizni pazandelikka o'qitib qo'yibmiz, o'g'an $3,000. Qizimizni chet tillarini o'qitib qo'yganmiz, o'g'an $4,000. Общий $10,000 bo'ldi. Qizingizni men o'g'irlab ketdim, shunga mana 10,000. Voy, bu yerda kuyov bola beradi ekan pulni. So'layman. Endi bu boshqa gap. Endi sizlarda Qoraqalpog'iston Respublikasida kempir o'ldi qadesini kutamiz. Kampir o'ldi. Iya. O'g'lim to'xta, menga qara. Ha, ona. Ishqilib anonim mahrga geli davomiydimi? Ani bergan 10,000 bilan rashotimizni? Bilmadim, ona, so'rab ko'rish kerak-da. Voy, tushunmadim, nima deydi? Jan deydi. Hozir jamparni chiqarib qo'yaman. Hov. O'g'lim? O'g'lim? Ha, ona. Hov. O'g'lim? Ho, ona. Bo'ldi, stop. Boshlandi. Ikkalasini endi teng ushlash kerak. Hozir gaplashib chiqib aytaman, ona. Ha, Sulu? Salom bermaysanmi? Qalaysan? Men bundan yeysan. Kelinga o'xshab salom ber. Yaxshi. Opamisan.
Canım. Qorin qo'ygan alpamish qara. Choy ichaylik. Mayli. Voy. 10 ming berdik-ku, qalin puliga. Boshqa rasxot yo'q, ha? Axşamüstü ko'pga uxlavering siz. Nega bu baslanuvi? Kredit olamanmi deyman. Men chiqib onamga aytay. Pul topajak, mashina olajak. Gaplashdim ona. Bu gelik-melik hech narsa yo'q ekan. Ekin bo'ladi zo'r ekan. To'ydi bor-ku, qurbiz yetganda qilib berar ekansiz. Menga qara, bo'ldimi? Qo'yningga o'tirdimi, yoqdimi? Ha, ona mashq qizni baxtli qilaman. Bo'lmasa uyda o'tiravermasin. Ertaga amma xolalaringni chaqirib qo'ydim. Yuz oshti qilamiz. Ishqilib yuz oshti marosimimizga tushalarmikan? O'zim o'rgatib qo'yaman. Menga qara. Birinchi o'rinda qaynona. Birinchi meni ko'nglimni olsin. Qari bilganni pari bilmas. Au. Pul topajak. Yuz oshtini boshlaymiz. Sovg'alar tayyor. Bo'ldi, tayyor. Shan. Ha? Konsertimiz bo'ladi, shunda ne qilamiz? Bu ana qizil gilam ko'ryapsan, o'sha yerda turasan, ammam xolam keladi, senga sovg'a berib, yuzingni ochib o'padi, keyin sen ko'tarib yerga uradi. Ko'tarib olib chiqib ketmoqchi bo'ladi. Shu qizil gilamni olib chiqib ketsa, sen sovg'a berasan. Sovg'ing bormi? Yo'q. Bo'lmasa yangilarsizlar, qattiq ushanglar, shunday qo'llarini uzib olinglar kerak bo'lsa. Buni mansi ne bo'ladi? Men yaxshi bilmayman, menimcha o'sha seni quchoqlab uradi-ku, kuchiga qarab kimga gap qaytarish, qaytarmaslikni bilib olasan. Shuning bosing. Qaynapangga elib yursaring ber. Baxtli bo'ling. Qaynapa Slavika. Allah. Baxtli bo'ling, kelin bola, hali siz bilan ko'p hisoblashamiz. Birga bir qo'yib ber, o'zim qatiraman. Al yeningga. Mantiqos bo'lmas. Qani kelingchi. Kelin, sizdan menga qimmatbaho narsa kerak emas. Sizdan menga bitta narsa kerak. Oyini. O'g'limdan uzoqroq yuring.